Mashaalloh hoji aka, mana sizga zot, mana sizga elita qo'ylarimizdan, haqiqiy go'zallardan. Videoni oxirigacha kuzatavering. Mashaalloh, mana hoji aka, haqiqiy zot yo'nalishiga qiziqsangiz, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ying aka. Faqat zo'rlardan chiqadi, videoni oxirigacha kuzataverasizlar. Urg'ochilarini ham zo'rini chiqarib beraman deyaptilar. Arzon qo'yib beraman deb chaqiramiz. Chiroylik qilib o'zingiz o'tib bering. 3,5 dan demadim Akmaljon, rangga. Yo, to'g'ri, 3,5-36 demadingiz. Mana aka. Olib, bizdan olgan odam ozgina bahra olsa, biz ham xursand bo'lamiz. 3 million 300 dan olsin. Barbar aka. Umuman tanlov yo'q. Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Dastavkasi tekin. Dastavkalar mutlaqo tekin. Mana haqiqiy arasha yarichka qo'ylarimizda yetib keldi, xudo xolasa. O'ta ham go'zallarini olaman deganlarga bugun juda arzon bo'ldi. Shoshilib aloqaga chiqurasizlar, biz 3-partiyaga o'tamiz. Haqiqiy arashandi eng toza variantlaridan aka, quloqlari 20 pilusini zo'rini olaman degan akalarimizga yetib kelgan. Mashaalloh, mana jonivorlarda aka, qulog'iga ahamiyat bering. Assalomu alaykum, hurmatli arasha yarichka qo'chqor sog'liq ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida, xudo xolasa o'sha arzonchilar qishlog'idamiz. Bugungi video syomkamizda barralarda yarichkasini, haqiqiy yillab bollarini olaman, qo'chqor sog'liqlarga qo'shaman degan akalarimizga mana sizga zot yo'nalishiga keldi, xudo xolasa. Biz videolarimizni Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'ida xudo xolasa videolarimizni boshladik. Bugun hafta kuniga juma 3-aprel. Juma ayyomi hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya xudo xolasa kanalimizda yangilar bugun arzon qilib barralarda zo'rini chiqarib beraman deb chaqirganlar, xudo xolasa. Zafar akamizni xonadoniga yetkazganmiz, o'zimizdan bugun klientga ishlayman dedingiz aka. Assalomu alaykum. Yaxshimi aka? Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa bugun videoni oxirigacha ko'rasiz, laykni bosib qo'llab turasiz. Bugun aka, xudo xolasa liniyalik zo'rlari chiqadi. Bunga partiya 5-6 partiya bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, zo'rlarni olib kelganmiz. Joningiz omon bo'lsin. Haqiqiy toza narsani, zot yo'nalishiga elitasini ishqibozga yetib keldi akalar. Videoni oxirigacha kuzataverasizlar. Sizlarga faqat zo'rlaridan bo'ladigan narsa aka, mana bu jonivorlarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Birinchi partiyaga nechta aka soni? 6 dona. 6 dona. Bitta qora variantlardan buni nechtasi qo'chqor, nechtasi sog'liq? Akmaljon, bular hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Xudo xolasa bu yildan keyingi sezonga sog'liqlarga qo'shaveradi aka. Nima qilsa ham arziydi. Hammasini kelgan dumboqlari bilan chiroyli. Bu qo'chqorlarda aka bir joyga olishingizni tavsiya qilaman aka. Bu yildan keyingi sezonga aka, mana bular bu yil bilyapsiz, Instagram, YouTube'da aka $1000, $1,500 deyishyapti mana shuni. Katta qo'chqorlarni. Xudo xolasa bularni yoshligidan chiroyli tarbiyasini qilib boqaman degan akalarimizga mana sizlarga quloqlari uzun variantlardan keldi. Dumbaraz reziga aka bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Qo'ylar bugun narxiga ham arziydi, sifati ham zo'r. Xudo xolasa aka mana buni yillab boqsa arziydi aka. Xudo xolasa buni olib tashlab qo'ysin, baraka topishadi. Joningiz omon bo'lsin. Videomiz shu kanalimizda aka, kuzatsangiz faqat toza narsani chiqaramiz. Zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga. Aka, buni 6 tasini hammasini jo'natib ber. Zafarjon deysa nech puldan beramiz aka? Akmaljon, endi buni to'g'risi tortishmali video ko'p qo'yamiz-da, to'g'risi. Hop. 3,800 dan berishsin, dastavkasini qilib beramiz. 4 milliondan, 4,200 dan narx aytib PR qilish kerak yo'q, to'g'risi-da. Buni ko'pchilik akalarimiz PR ham qilib chiqarishyapti, lekin bizda bo'ladiganini chiqaraylik aka. Bo'ladigan qilib aytaylik, lekin 4,5 dan bering, 42 dan Alloh, bering. mana akalar, mana bular ko'rindi. To'g'risi-da. Qo'ylar ajrasa ko'rinadi. Mana uni aka hammasini olishsa o'zingiz chiroyli qilib xayra sunnatimni o'tib beraman aka. Akmaljon, kanalingizda yangiman. 3,700 dan berishsin, dastavkasini qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. 3,700,000 so'mdan hammasini olganga aka. Hammasini olganga 3,700 mingdan qilib beraman Akmaljon. Bizni kanalda aka bir jup oladigan akalarimiz ham bor-da, hamma olishmay bir jup deysa nima deysiz? Birdan olsa ham shunaqdan ketaveradi. Endi plus minus bo'ladi deydi ko'pchilik. Bizda o'shanar, Akmaljon ketaveradi. Bitta olsa ham hammasi optimal olsa ham o'shanar. Endi aka bitta olsa aka 3,700 dan bering aka, optim olgan odam qiynalib qolmasin, mana uni optimga bir joyga bering aka. Telefon qilinsin, ish bitadi. Qanchadan o'tib beramiz? Akmaljon, xayrini qilib beraman. Yo'q, shayda aka, kanalda yangisiz, bitta o'tib bering aka. Dona olishsa 3,700 dan olishaversin mana.
Optimal esa aka o'zingiz chiroyli qilib o'tib bering. 3 million 600 ming Akmaljon, ammo so'rashma. Barbar aka. Telefon qilish sayri sunnatini qilib berasiz-da. Akmaljon, bo'ladigan narx. Aka keyingi safar ham Zaparjondan chiqar deysiz. Doim aytishadi, hozir qo'ylarni ko'rib, qog'ozlarni ko'rsin. Bo'ldi 3 million 600 dan xayri bormi? Bir joyga olishsin. Akmaljon. Barbar aka, ketdi mana akalar. Ishqibozga tavsiya qilaman. Buni qo'zlarga aka ulgurib qolinglar. Haqiqiy zot yo'nalishiga mana bu qo'chqorlarda tavsiya qilaman. Bu birinchi partiya, bundan keyinga zo'rlar chiqadi Akmaljon. Boshlayveramizmi? Qozoq yuzlari, boshladi Akmaljon. Mashaalloh, mana hoji aka, haqiqiy zot yo'nalishiga qiziqsangiz, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ying aka. Faqat zo'rlardan chiqadi, videoni oxirigacha kuzataverasizlar. Urg'ochilarini ham zo'rini chiqarib beraman deyaptilar. Mana bu oq yuziga ahamiyat bering. Ichida yuzi qora, yuzi qizili yo'q ekan. Faqat oq yuz zo'rlari aka. Bular o'z tulovga kelgan qo'zilar. O'zi tulab, o'zi o'z tunaveradi. Mashaalloh, mana o'zi bo'yinlardan tulashni boshlab. Qo'ydi zo'rini olaman degan akalarimiz bugun aloqada bo'linglar. Bularda ham aka hammasi qo'chqormi? Bularda Akmaljon hammasi qo'chqor bularning. Bu ham 6 ta. Bu ham 6 ta. Mana akalar. Buni partiya qilib chiqarilyapti aka. Ichiga 4 ta katta, 3 ta kichina, mayda qilib tiqilishgani yo'q. Bularni standart bitta qo'ra qilib boqib yursangiz aka haqiqiy baraka topadigan variantlardan. Xuddi mana shu aka barralarni sizga tavsiya qilaman. Men kanalda uncha odamni qo'ymayman. Arzon bo'lsa chiqarib beraman aka. Akmaljon haqiqiy zo'rlarni olib kelyapmiz. Laykni bosib tursin, yana ham zo'rlarni olib kelamiz bundan. Joningiz omon bo'lsin. Mana xudo xolasa aka bu ikkinchi partiyamiz. Mana bu qo'zlarni aka ko'pchilik akalarimiz so'rashyapti. Mana bir joyga mana ularni oling aka. O'ng chap qulog'ida sariq sirg'asi bor, xudo xolasa aka bu faqat liniyalik, toza narsalarga taqiladi. Bu oddiy jeydar qo'yga taqilmaydi bu narsa. Mashalloh, qo'ylarning yuziga ahamiyat berib qo'yishlar. Stoykalarga ahamiyat bersa Akmaljon. Yosh oyligi qanaqa aka bo'ladi? Akmaljon bularga 5 oylik atrofidan qo'zilar, 4 oy 5 oy. 4 oy 5 oylik atrofida. Bo'lmaganmiz, ha. Xudo xolasa 70 turaveradi, boyi ham. Ha, 70 xotirjam uradi Akmaljon. Mashalloh, mana akalar. Qo'ylar arziydi. Biz chiqaradigan narxda aka hozir xotirjam surat qilaveradi. Buni bir joyga olishsan aka, vaqt cho'zmaylik. Ko'pchilik kutib turishda narxini aytishimizda. Hammasini olishsan aka, chiroyli qilib dastavka qilib yetkazib bering. Sizning kanalingizda yangiman, bular laykni bosishadimi? Aka, chiroyli qilib qo'llab-quvvatlashadi. Keyingi safar Akmaljon, buni 4,5 dan qo'ymoqchi edim. Sizning kanalingizda laykni bosib tursa, 4 million 300 ming so'mdan ketaveradi bir joyga. Barbar aka, 4 million 300 dan bo'lsa bir joyga ketaveradi. Oq yuzliga ahamiyat berib qo'yinglar aka. $1000 qo'yaman aka, mana ularni o'zingiz chiroyli qilib tarbiyani qilib aka, xudo xolasa. Buni qo'ydi aka, sog'liqlarga qo'shib ko'paytirib olganingizdan keyin chiroyli qilib rahmatini aytib qo'yishadi-da buni. Aka, o'zingiz chiroyli qilib kelishtirib o'tib bering buni. Hammasini olishsan aka, 6 tasini olishsin obunachilarga. Akmaljon, bo'ladiganini chiqaraman. Bo'ldi. Laykni bosib tursin, 4 million 200 dan ketaveradi bir joyga. Joningiz sog' bo'lsin. 4 million 200 dan bo'lsa, aka hammasini olaman desa, xayri sunnati bormi? Telefon qilsin, buni hech kim aytgani bo'lmagan shoqqacha. Ishni bitiramiz. Telefon qilsa, xudo xolasa ish bitadi aka. Ish bitadi Akmaljon. Mana akalar, 4 million 200 ming so'mdan bo'lsa, men bu jonivorlar ichiga maydani qo'shib qo'yib nima qilmagan? Maydani alohida, kattani alohida. Standart qo'ylar. Ha, standart qilib chiqarayotganmiz. Hammasi o'z narxi bilan. Mashalloh, mana bu jonivorlarga aka bittadan like bosib qo'yasizlar. Haqiqiy zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga. To'lovi kelgan qo'ylar arziydi hozirgi narxiga ham aka. Mana shu jonivorlarni boqib qo'yingda sizga normalniy effekt qilib beradi. 4 million 200 dan realniy sotiladigan narxi 4 million 200 ming. Dastavka Samarqandgacha qilib berasiz. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab o'ylashmadi. 12 ta viloyatga bor. 12 ta viloyatga bor. Umuman tanlovi yo'q. Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Dastavkasi tekin. Dastavkalar mutlaqo tekin. Mana haqiqiy arasha yarichka qo'ylarimizda yetib keldi xudo xolasa. O'ta ham go'zallarini olaman deganlarga bugun juda arzon bo'ldi. Shoshilib aloqaga chiqarasizlar, biz 3-partiyaga o'tamiz. Akalar, xudo xolasa 3-partiyamizga mana sizga arzonlarda haqiqiy kambag'allik yo'qoladigan variantlarni. Bundan keyingi partiyaga partiya narx cho'radi aka. Akmaljon, narxi bilan chiqadi qo'ylar, lekin arzon chiqadi. Mashalloh. Mana xudo xolasa aka sizga 3-partiyaga. Soni nechta aka bularda? Buni soni 7 dona Akmaljon. Hammasi qo'chqor. Yo'q,
Akmaljon 3 dona urg'achisi bor. Shu dona urg'ochisi ham bor. Qo'chqori bor. Mashalloh, mana akalar. Urg'ochlari ham bor, qo'chqori ham bor, mana akalar. Mana buni qilmash 4 ta ko'k kraskadagi qo'chqor. Narigi 3 ta sovuq qizil kraskada. Xo'p, qizil kraskadagilar urg'ochi. Ha, urg'ochi. Mana bu qo'chqorlarni qaraymiz. Bir-biridan sifatlaridan kelib xudo xolasa. Akmaljon bular seleksiyaning akalarimiz tarqatib qo'yishadi. Mashalloh, mana akalar. Seleksiya qilaman, ko'paytiraman, chorvani ko'paytiraman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Qo'yim qarib qoldi, sal yoshroqda olay degan obunachilarga tarqatib qo'yishadi-da buni. Mana aka, qo'ylarga bitta ahamiyat berib qolsin. Bularning yoshi qanaqa aka? Bularni yosh oylari, bu 3 oylik ag'bag'ida qo'zlar-da. 3 oylik, 4 oylik atrofidagi qo'ylar aka. Qo'ylarni ko'ringda, o'ta sog'lom qo'ylar ekan aka, hammasi. Hammasi sog'lom, ishonchli garantiyali. Yeb ishlari sinovdan o'tgan bular, hammasi. Soni nechta? Soni 7 dona. 7 dona, 4 ta qo'chqor, 3 ta urg'och variantlarida. Narxi ham xudo xolasa aka arzon chiqadi. Bularda aka bir joyga nech puldan beramiz? Hammasini olishsa. 4 dona Akmaljon. 4 milliondan. Qanchada o'tib beramiz aka? 100 mingni o'tib beraman. Yo 100 ming demang. Buni bir joyga olishsa aka, hammasini xursand bo'lib duo qilib boqib yurishsa aka. Akmaljon quyug'i suyuq qolsin, 3 million 800 dan beraman bir joyga olishganga. Treyler qilib dastlabki qilib berasizmi? Dastlabkasini aytdim, O'zbekiston bo'lib dastlabkasini o'ylashmasin. 3 million 800 dan olsin, baraka topsin. Ketdi mana. 3 million 800 dan bo'lsa, ketaveradi. ishqibozga tavsiya qilaman xudo xolasa. Xayri sunnati bormi aka? Telefon qilsin, ish bitadi Akmaljon. 3 million 800 dan shayda o'tib berasizmi? Treyler qilib bitta aka. Akmaljon telefon qilsin, o'tib beraman. Xayri sunnat hamma yo'g'i bo'ladi. Bo'ladi Akmaljon. Bor aka. Hech kimda aytgani bo'lmagan shu yoqqacha. Ishqibozga aka tavsiya qilaman, chiroyli qilib telefonni qilsangiz aka, xudo xolasa, Zapar akamning ko'ynidan joy olsangiz, normalni o'tib beradigan joylari ham bor, xudo xolasa. Har hafta qo'ydi zo'rlar kelishyapti. Mashkanalga obuna bo'lib qo'ysin, chiqaveradi mashkanalga. Joningiz sog' bo'lsin. Mana akalar, ishqibozga tavsiya qilaman, xudo xolasa, aloqaga chiqarasizlar, biz keyingi partiyaga o'tamiz. Partiya ko'p akalar, videoni oxirigacha kuzatib turasizlar. Bugun katta partiyaga kelgan. Zo'rlardan. Ha, zo'rlardan kelgan. Inshaalloh mana akalar, haqiqiy nasl yo'nalishiga sizga zo'rlardan. Bu 4-partiyamiz. Mana bu qo'chqorni garbonosiga bitta ahamiyat berib qolsin. Bu hali yosh aka, yoshligiga qaramay garbonos o'ta kuchli ekan aka. Xolasa seleksiya qilishadi Akmaljon, qarang quloq bilan garbonos. Mana hoji aka, xudo xolasa partiya qilib chiroyli qilib chiqarib beryapmiz. Mana bu garbonosga bitta ahamiyat bering-da aka. Ko'ryapsiz. Hamma yo'q chiroyli bu. Shuni ochib qo'ying aka. Hali yosh ko'zi. Mana qarang. Bunchoqlari ham bor. Egiz tumorlari ham bor ekan-a. Quloqdagi nomeri? Hop. 999. Dumba razrezni qarang. Razreza O'ta cho'tki. o'ta kuchli. Qo'chqor mana aka. Oyoq kiyimliklarini ko'ring. Bitta qo'chqor, ikkita urg'och Akmaljon. Bitta oila bo'lib katta bo'lib yuraveradi, bir joyga olishsa. Seleksiya qilishadi. 2 dona urg'ochi, urg'ochlarni ham aka garbonosiga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Mana shuni shularchi. Mana Akmaljon. Mana aka, urg'ochning garbonosini qarang. Baxshi zo'rlasizlar. Sizga eleytalari. Haqiqiy go'zallari. 2 dona urg'ochi, 1 dona qo'chqor variantlaridan. Qo'chqor ham lekin aka 3 ta qo'chqorni damini berar ekan. Narxi xudo xolasa arzon bo'ladi aka. Narxini yo'lda qilib beramiz Akmaljon. Bularni yosh oyligi qanaqa? Yosh oyliklar Akmaljon bir 4 oylik atrofida qo'ziladi. 4 oylik atrofida yeb-ichlarga bir hafta o'tkazib sinov o'tgan, bexijol sinov olishaveradi. Yem hashakka kirgan. Keyin pul solishadi. Mana akalar. Borgandan keyin shopirga bir piyola choy berib qo'yasiz aka, xudo xolasa siz yeb-ichni tomosha qilib o'tiraverasiz mana bular. Bularni bir joyga nech puldan beramiz aka? Akmaljon bularni olishsin 4 million 200 dan olishsin. Bo'lishini chiqaraylik. 4 million 100 dan. Bo'lishini. 4 million so'mdan olishsin, men dastlabkasini qilib beraman. Bar aka, 4 milliondan o'tadigan joyingiz yo'qmi? Akmaljon mart bo'lsa aka, mana keyingi safar yugurib kelaylik. Akmaljon o'zi baland kelgan, to'g'risi qo'chqori ham ancha pulga kelgan. Mayli 4 million olishsin. Aka bitta oila qilib boqib berishadi. Lekin yengil chiqaraman dedim, olishsin mana. 4 million so'mdan o'zimizga ham bermay, to'g'ri so'lovlarni. Ko'ngildan bitta o'tib beram. Bar aka qilamiz aka. Telefon qilsin o'tib beraman. Yo'q, shayda. 50 ming o'tib beraman. 50 bo'lganda 100 ming o'tib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Ishqibozga tavsiya qilaman aka. 3 million 900 dan bozorda ham topa olmaysiz mana bu liniyali qo'ylar.
Shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Bulardagi jeydar qo'yga solishtirmaysiz. Akmaljon, Bular obunachilarni linear yonbosa ham to'g'risi ancha narx qo'ygan narxini ham o'tkazib olyapsiz. To'g'risida mayli olsin, lekin baraka topsin. Keyingi safarda ham o'ylayapman aka. Keyingi Mayli, safar ham olsin, baraka chiqarsak, topsin. xudo xolasa qo'llab-quvvatlashadi-da sizni. Bo'ldi. Ishqibozga tavsiya qilaman aka. Keyingi partiyaga ham bormi? Bor Akmaljon. Boshlaramiz Linearning buni ham. zo'rlari bor. Endi boshlandi aka partiyalar. Endi boshlandi hali. Mana akalar, xudo xolasa keyingi partiyalarimizga bu 5-partiyami aka? Shunaqa Akmaljon. Mana bu jonivorlar ko'ringdi. Bir-biridan go'zal, shikalanib ichidan sug'urib kelgan variantlarda. Haqiqiy hisorini ham zo'rlari bor aka. Zo'rlardan keldi Akmaljon. Mashalloh, mana akalar. Yosh hammasi, bunolarda yillab ko'paytirib yurasiz aka. Haqiqiy go'zallaridan. Buni mashina ushlanchi aka, mashina. Qorani. Qorani ushlanadi. Egizakka o'xshaydi aka, jupini ushlatganchi. Mashalloh, mana toza hisori variantlarda aka. Bular qayerda qo'zilari? Akmaljon, bizga ham tegan bo'lgan qarang. Qirg'izistondan o'tgan qo'ydi bolalari. Hop. Qarab turing. Ikkita soliq, buni aytdik. 2 dona urg'ochi. 2 dona urg'ochi. Hop. Hisoridan. Bu bittasi qo'chqor. Xillab qo'ysa aka. Xudo xolasa olishsin buni, mazza qilib baraka topishadi. Mana akalar, tozalardan da xolasa. Hop, bularchi bular? Bular ham Akmaljon bitta qo'chqor, 3 ta urg'ochi. Joningiz Olib mazza qilib boqishadi Akmaljon. Haqiqiy mana ko'k qo'ydi ishqivoziga. Xudo xolasa aka. O'zlarga olib keldik buni Akmaljon. Haydab. Joningiz omon bo'lsin. Mana sizga liniya, mana sizga zot aka. Mana bu jonivorlarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Aka, bu to'rovni bir joyga olishdan nech puldan beramiz bo'ladi? Akmaljon, Obunachilarga ayting aka. Chiroyli qilib, mas qo'chqor aka-na. Mana qo'chqorni ko'ringda. Hammasini bitta olishsa Akmaljon. Hammasini bir joyga ayting aka. Yosh oyligi qanaqa bo'lardi? Yosh oylilari bir 3 oylikka olishsinmi aka? o'shanaqa olish olsin. 2,5-3 oy atrofidagi qo'ylar. Mana akalar. Yem hashakka kirgan aka, xudo xolasa. Yem hashakka kirgan Akmaljon. Hop. Buni narxini Akmaljon 3,5 dan pastga chiqarib beraman, 3,400,000 dan qilib beraman. 3,400,000. Bir joyga olishganga, lekin tanlab olishga sal balandroq bo'ladi. Aka, 3,400,000 dan hozir bu barralarni chiqarsangiz aka, bozorda narxida bo'lib qoladi. Bozorda narxida bo'ladimi? Bu aka kanalimizda arzon qo'yib beraman deb chaqiramiz. Chiroylik qilib o'zingiz o'tib beraman. 3,5 dan demadim Akmaljon, danga. Yo'q, to'g'ri 3,5-36 demadim. Mana aka. Olib, bizdan olgan odam ozgina bahra olsa bizdan xursand bo'ladi. 3,300,000 dan olsin. Barbar aka. Bir joyga. 3,300,000 so'mdan bo'lsa akalar, ishqibozga tavsiya qilaman, xudo xolasa. Haqiqiy zo'rini olaman degan akalarimizga yetib keldi. Mana bu hisorlarga ahamiyat berib Yaxshilab e'tiborini ko'rsin Akmaljon. Ko'zdan ko'rib turishdi, yiltirmasa-da. Xudo xolasa baraka topishadi bular. Mana akalar. Bu ikkov qo'chqor ha? Hammasi urg'ochi. Qolgani urg'ochi variantlardan. Qo'chqorlardagi razreziga ahamiyat berib qo'yasiz. Qo'ydi ichida pachag'i yo'q aka. Hammasi o'ynab turgan. Hammasi bir xil Akmaljon, standart. Joningiz omon bo'lsin. 3,300,000 dan bitta o't beraman aka. Chiroyli qilib. Mashina aka obunachilarga. Bo'pti, 50 dan yana tushib beray Akmaljon. 50 bo'lgandagi so'ramasdi. Deyapti-da, qo'ysa, 3,5 dan sotish kerak. Narxi tushib ketsa-da aka, narx tushib ketsa zo'ru bizga. Narxi hali ham bosishmayapti Akmaljon bular. Aka chiroyli qilib qo'llab-quvvatlab, sizga telefon ham qilib bo'lishdi bu Bo'ldi, narxini. 3,200,000 dan olsin. Barbar aka, ketdi mana akalar. Ishqivoziga 3,200,000 so'mdan bu aka Optimga aytilyapti. Dona bo'yiga kelishilgan ahvolda telefon qilsalaring aka chiroyli qilib xayri sunnatiga o'tib beradigan joylari bor. To'g'rimi aka? Akmaljon telefon qilinsin ish bitadi. Bitmay qolmaydi. Bitmay qolmaydi, qo'y ko'p. Laka Biz buni salam. havasga olib kelganmiz. Buni sotish Maqsad sotish. Maqsad sotish. Lokatsiyalar beriladi, kelib ko'raman deganlarga ham aka kelib ko'rsangiz ham uzoq masofadan kelsangiz ham qo'ylar arziydi. Akmaljon, aka. bir xilqilar kechib ketdi deb aniqlash mumkin, lekin telefon nomerini qo'yamiz, ekranda nomerda Telegram bor. Telegramda yozsa ham bo'laveradi. Bo'ldi aka. Telegramdan lokatsiya tashlab ber desangiz ham aka kelib ko'raverasiz. 24/7 aloqadamiz. Keyingi partiyaga o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzataverasizlar. Mashaalloh hoji aka, mana sizga zot, mana sizga elita qo'ylarimizdan, haqiqiy go'zallardan. Videoni oxirigacha kuzataveringlar, sizga bugun arzon bo'ldi xolasa. Bugun arzonlardan go'zalini qidirib yurgan akalarimizga yetib kelgan. Mana bu jonivorni ko'ringdi, qo'chqorni qarang. Mashaalloh. Xudo xolasa aka, bu yilgi sezondagi urg'ochilarga mana shu qo'chqorni qo'shsa bo'laveradi aka. Bo'ladi, xolasa. Mana qo'chqorni ko'ringdi. Bo'yi necha chiqadi aka buni?
Bo'y 80 Akmaljon. Bo'yi 80. Nargiz qanaqa urg'ochimi bu aka? Bittasi urg'ochi, bittasi qo'chqor. Bitta oila qilib boqishsa ham bo'laveradi. Bo'ladi, seleksiya qilib bola olaman desa, zot olaman desa bo'ladi Akmaljon. Qo'chqor zot qanaqa? Mana shu zot endi Qirg'izistonniki lekin. Qirg'izistonniki, mana aka, qo'yni ko'ringdi, tushunadi aka. Qo'ylarni haqiqiy zo'rini olaman degan akalarimizga yetib kelgan. Mashaalloh, mana. Ikkalasi ham o'zi yungi to'laydigan Akmaljon. Yuzi to'laydigan variantlarni. Mana urg'ochi ham lekin bo'ladigan narsa ekan. Yosh oyligi qanaqa aka bo'ladi? Akmaljon yoshi bir qo'chqorlik 10 oylik atrofida. 10 oylik atrofida. 7-8 oylik atrofida bo'lishi kerak. Bu avgust oyiga xudo xolasa qo'shilib qoladi, qo'chqor bilan, ha? Avgust sentyabrda qochadi qo'y. Buni aka jupini necha pulga beramiz? Jupini Akmaljon bir joyga olishdan 7 milliondan beraman. 7 milliondan. Qanchada o'tib beramiz? Ha 7 milliondan bo'lsa ham aka 600 dollardanga ozginada yetmas ekan, 200 mingga yetmaydi. Buni chiroyli qilib aka o'zingiz bizga ham bular katta pul bergan Akmaljon to'g'risida. Endi buni tushunadi aka, tushunmagan molni pul ekan deb videoni o'tkazaveradi. 100 ming o'tib beraman Akmaljon. Yo 100 ming, 200 ming demang aka. Xursand bo'lib aka uni jupini narxini aytdim. 13,5 ga beraman Akmaljon. 13 ga bering. 13,5. Mayda juda qilmaymiz buni aka, bir joyga olishsa aka 13 millionga xursandmisiz? Akmaljon ancha qochib ketib qoladi ama. Katta pul kelgan lekin. Chiroyli qilib aka, mayda juda qilmadik. 12,5 beri, 12 million 800 emas aka. Mana uni obunachilar mart biz obunachilar 13 million naq sana berishadi. Uyingizga borib pulini berib berishadi. Bo'ldi, dastlabkasini qilib beraman, 13 million so'mga olsin. Barbar aka. Bossin. Like bosib qo'yishadi aka. Xudo xolasa mana bularni tavsiya qilaman aka. Olib qo'yinglar yutasizlar. Shaxsan Akmalxonis tavsiya qiladi. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Arziydi narxiga ham, sifatiga ham. 13 million so'mga bo'lsa aka mana ketdi. 2 dona qo'y olyapsiz, 1 dona emas aka. Bundan keyinga ham bormi aka? Bor ikkita. Boshlayveramiz buni. Liniyalik zo'ri bor. Qulog'i 20 plyus. Haqiqiy arashandi eng toza variantlardan aka, quloqlari 20 plyusini. Zo'rini olaman degan akalarimizga yetgan. Mashaalloh, mana jonivorlar aka, qulog'iga ahamiyat bering. Qulog'i necha chiqdi aka bularda? Bularning qulog'i 20 da Akmaljon. Qulog'i 20 dan, ha? Mashaalloh, mana aka, qo'ylarni qulog'iga. Metrda o'lchab ham beraveramiz Akmaljon. Bo'l, bitta metrda aytdingiz aka. Garbonosini qarang. Qo'zim aka bu? Bular hali yosh qo'zi. Necha oylik aka mana shular? Bularni Akmaljon Buzishga harakat ham qilmadi. mana. Bular 10 oylik atrof bo'lsa kerak Akmaljon mana. Chalsuvda qarab turing. Xo'p, mana kalsov qo'yildi. Mana. O'zlari ko'rish bo'laveradi. Mana. Chiqqanida mana shu. Bo'ldi. Bunisini qo'yaylik aka. Mana. Bunisi 20 plyus ekan, 21 ga yaqin boryapti. Bunisi 20 ga yaqin ekan. Bitta qo'yib ham qo'ying aka, kalsovdan. Kalsovda mana. Hop, mana. Chiqqanida mana Akmaljon. Bu hali o'sadi qulog'i aka, xudo xolasa zotga qiziqqan akalarimizga dumba razrezlari ham o'ta ham cho'tki. Mashaalloh, mana. Bitta qo'yib yuboraylik aka, bular yurishini ham ko'rib qo'ysin. Mana sizga aka qo'chqorlarda haqiqiy kattalari keldi, xudo xolasa. Zot yo'nalishiga qiziqqan akalarimizga, mana sizga seleksioner akalarimizga arzonlardan xudo xolasa. Bularda aka yoshlik qanaqa dedingiz? Yoshi Akmaljon bularda. 9-10 oylik bo'lsa kerak. 9-10 oylik atrofida. Bular aka avgust oyiga tayyor bo'ladimi qo'chqorlarga? Xotirjam tayyor bo'ladi. Urg'ochilarga, bular qo'chqor xudo xolasa. Mana sizga zo'rlardi. Bo'ylarini ham bitta o'lchab qo'yaylik bularni. Akmaljon mana chiqqaniga bilsana shu yerga qo'ydim, to'g'ri qo'y. Mana. Bo'ldi. Yerda mana tepaga. Mana nech chiqsa o'shanga qarab bilsana shu yerga. Bo'ldi, bunisiga qo'ying endi aka. Mana. Mashalloh. Mana. Bunisi 80 plyus ekan bu. Garbonosini qarang. Bunisi lekin Kallani qarang kattaligini. Haqiqiy zo'r. Kalla ham haqiqiy katta ekan. Bu ancha yil bolasini olib ko'paytirib yurasiz aka. Haqiqiy arasha yarichka bolalardan tushirib olasiz. Urg'ochiga qo'shsangiz aka, mana shular arziydi. Chiroyli pulga urg'och olyapsizmi? Qo'chqorni zo'rini qo'shib qo'ying aka. Mana sizga o'ta ham go'zallardan. Bularda aka nech pul deymiz narxini? Akmaljon bularda narxinimi? Bir joyga olishsan aka, 2 o'n olishsin, chiroyli qilib bering aka. Endi Akmaljon ko'rishayotgandir, unda qo'chqorlarni 2 milliondan sotishyapti. To'g'ri. Sizda qancha bo'ladi aka? Bir 2 kiloni olishsa? Ikkalasini telefon qilsin, 1,5 ga beraman. 1,5 ga berasiz, ha? 1,5 ga dastlabkasini qilib beraman. Bu qo'y aka o'zi yaxshi pulga kelgan, xudo xolasa narxiga arzimasa bunaqa narx chiqarilmaydi aka. Urg'ochiga bitta qo'shib bolasini olsangiz aka, mana shu narsalar xudo xolasa sizga nasl yo'nalishiga. Buni bolalarini aka bittadan tushirib olsangiz ishonavering.
chiroyli pulga sotib oladi. Sizni qo'rangizda ham 1000 dollar, 2000 dollarlik qo'ylar turadi. Mashalloh. Hammamizga mana shunaqa liniyalik toza qo'ylardan boqish nasib qilsin. Qo'yga bitta ahamiyat berib qo'ying. Bu oxirgi partiya aka. Mana oxirgi partiya Akmaljon. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosishdan chiqmas hoj aka. Keyingi videolarda ko'rishguncha.